Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının gündəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Xitay kommunistlərinin vətənimiz Şərq Türkistan işğal qılğanlığının 73-cü illik münasibəti bilan 1 oktyabr Xitayning dövlət bayramı günü hər qaysı əllərdə fəaliyyət elib beriyotqan Uyğur təşkilatları Xitayning işğalıga və növbət Şərq Türkistan xalqiga yürgüzüyotqan irqi qırğınçılıqqa qarşı keng köləmlik narazılıq fəaliyyətlərini uyuşturuş orqali özlərinin milli müstəqilliyi bolğan arzu və təşnalıqını ifadə qilish bilan birgə Xitayning 73 yillik zulmiga lənət oquşdu. 1 oktyabr Yaponiya Uyğur cəmiyyətinin uyuşturuşı bilan Tokyoning shahar mərkəzində yüzləyən namoyishchilarimiz qatnaşqan hayvatlik yurish ilib berildi. Növbətdə Yaponiyada xizmət ziyoratida bo'lib Dünya Uyğur Qurultayının raisi Dolqun Aysa, Qurultay İcraiya Komitetining raisi Ömer Qanat, Qurultay bayonotchisi Dilshod Reshid, Qurultayning Gollandiya vakili Jasur Lager şahidimiz Qalbinur Sidiqlardan tarkib topgan Qurultay heyətimi Tokyoda o'tkazilgan namoyish sepidan o'rin oldi. Dolqun Aysa ve Ömer Qanat əpəndiler namayışının beşida qılğan sözlərdə Xitay kommunistlərinin vətənimiz Şərq Türkistan işğal qılğan 1949 yıldan bu yan xalqımızga qarta yürgüzüyotqan jinoiy qilmishlarni qisqacha əsiltib ötüş bilan birgə Xitayning 73 yıldan bu yan izchil turda davamlashtirib kelgan zulmning bugun taraqqiy qilib rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik aylanganligini, Xitayning mustamlikasidan qutulmay turib Sharq Turkiston xalqiga aslo chiqish yo'lining yo'qligini va bu xil reallikni bugun xalqaro jamoatchilikning tunib yetganligini bildirishdi va chet ellarda yashayotgan qarindoshlarimizni birlik, ittifoqlik va hamkorlik ichida milliy kurashimizga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. Aval Tokyo'daki bir maydonga to'plangan namoyishchilarimiz Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukerim Abdurahmon apandining boshlamchiligida jarangliq shuar to'lg'an holda shahar markazida 5 kilometrdan ortiq yo'l yurib atrofdagi tomoshabinlarning alohida diqqatini jalb qildi. Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! 300 banını Uygurcu olsak koşuyor! Kanada Şərq Türkistan cəmiyyəti 1 oktyabr günü Kanadadakı Tibet, Hong Kong və Tayvan təşkilatları bilan birlikdə Toronto və Vancouver şəhərlərində Xitayning Şərq Türkistan işğal qılğanlığının 73-cü illiyi, Tibetni işğal qılğanlığının 63-cü illiyi münasibəti bilan birləşmə namoyiş ötküzdü. Kanada Şərq Türkistan cəmiyyətinin raisi Tuyğun Abduvali əpəndim namoyiş qılğan sözüdə 1 oktyabrning faqat Şərq Türkistan xalqı üçün emas, Xitayning mustamlikasiga uchragan Tibet, Moğol xalqlari üçün bir motam kuni ekanligini, Kommunist Xitay hakimiyetining boyun torqidan qutulib milliy mustaqilliklarni asliga keltirish uchun Uyg'ur, Tibet va Moğol xalqlarining birlik va hamkorlik ichida o'rtaq kurash qilish lozimligini ta'kidladi. Good morning everyone. I'm Nadira. I'm 17 and I'm Uyghur. Johnny and Shalina have already brought the starvation genocide to your attention and have made you aware. 1 oktyabr günü Amerika Uyg'ur birlashmasi Amerikadagi Tibet, Hong Kong, Tayvan, Moğol va Berma tashkilotlari bilan birlikda Oqsaroyning oldida Xitoy kommunistlarining vatanimiz Sharq Turkiston ishg'ol qilganligining 73-cü illiyi munosabati bilan birlashma namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar e'lon qilgan o'rtaq bayonotida erkin dunyo davlatlarini Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga, Tibet, Moğol, Tayvan xalqlariga yurgizayotgan zulm, besim va tahdidlarga qarshi inqos qaytarishga chaqirdi. Bayonotda biz Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashidan maxsus qaror ma'qullab Xitoyning jinoiy qilmishlarini surishtirishni talab qilamiz. Biz erkinlik erishmay turib kurashlarimizni asla to'xtatmaymiz deyildi. 1 oktyabr kuni yana Uyg'ur, Tibet va Tayvanliklarning uyushtirishi bilan Xitoyning Los Anjelesdagi konsulxonasi oldida Xitoyning 70 yillik ishg'oliga qarshi birlashma namoyish o'tkazildi. Terrorist CCP! Terrorist CCP! Terrorist CCP! Close the concentration camps! Close the concentration camps! Stop the Uyghur! 1 oktyabr günü Şərq Türkistan Avstraliya cəmiyyətinin uyuşturuşu bilan Cənubi Avstraliya parlament binasının oldida Xitoy kommunistlərinin vətənimiz Şərq Türkistan işğal qılğanlığının 73-cü illiyi münasibəti bilan namoyish o'tkazdi. Milliy ustozimiz va peshqadam kurashchimiz Ahmad Egamberdining yashinib qolganiga qaramay namoyishga g'altaklik harbiga o'ltirib qatnashishi namoyish qatnashgan qarindoshlarimizni alohida ta'sirlantirdi. Ahmad Egamberdi namoyish qilgan so'zida muhojirat yashayotgan qarindoshlarimizni o'zaro yanama zich ittifoqlashib va hamkorlashib milliy mustaqillik kurashimizga birlikda otlanishga chaqirdi. 1 oktyabr kuni yana Avstraliya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan Sidneyda Xitoy ishg'oliga qarshi namoyish o'tkazildi. Namoyishda so'z qilgan Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mehmet Obul apandi Xitoy kommunistlarining Sharq Turkiston ishg'ol qilgan 70 yildan buyon yurgizgan mustamlikachilik siyosatini eslatib o'tish bilan birga Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishning to'liq zarurligini ta'kidladi.
1 oktyabr kuni Dünya Uyghur Qurultayı bilan Uyghur Akademiyasi Anqarada Xitoy kommunistlarining vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 73-yilligi munosabati bilan maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Yig'inga Turkiyadagi har qaysi partiyalarning vakillari va jurnalistlardan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Dünya Uyghur Qurultayining muavin raisi doktor Erkin Akram axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy kommunistlarining vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 1949-yildan buyon xalqimizga qarta yurgizayotgan jinoiy qilmishlari haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga muxbirlarning Uyg'ur masalasining navbatdagi yuzlanishi haqida so'ralgan turli savollarga javob berdi. 1 oktyabr Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tarafidan Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan namoyish bo'lsa, ko'lami eng zo'r namoyishlarning biri bo'ldi. Minglarcha qarindoshlarimiz qatnashgan namoyishga Istanbulda o'tkazilayotgan 5-navbatlik Milliy birlik shurosiga qatnash uchun dunyoning har qaysi ellaridan kelgan tashkilot rahbarlari va Uyg'ur akademisyenlari ishtirok qildi. Durmayacaktır. Bu nedenle bizim mücadelemizin esası, temeli Doğu Türkistan'ın istiklalidir. 1 oktyabr kuni Angliya Uyg'ur jamiyati Angliyadagi Tibet va Hong Kong tashkilotlari bilan birlikda Londondagi Xitoy elchixonasi oldida birlashib namoyish o'tkazib, Xitoy hokimiyatidan Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni, Tibet va Hong Kong xalqlariga yurgizayotgan zulm siyosatlarini darhol to'xtatishga, Uyg'ur, Tibet va Hong Kong xalqlarining erkin, hur, mustaqil yashash orzulariga hurmat qilishni talab qildi. Angliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mayra Aysa xonim namoyish qilgan so'zida Angliya hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qarşı yanımı ciddi ceza tedbirlerini yolu koyuşunu talep kıldı. Birinci oktyabr günü Amsterdam'daki Dam meydanında Uyghur, Tibet, Hong Kong, Mongol ve Tayvanlikler birleşim namoyish o'tkazib, Xitoy kommunistlarining 1949 yildan buyon o'zining mustamlikasi ostidagi Uyg'ur, Tibet, Mongol xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, zulm va besim siyosatiga norozilik bildirdi. 1 oktyabr yana Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlari ittifoqining uyushtirishi bilan Den Haag shahrida birlashim namoyish o'tkazildi. 1 oktyabr kuni Belgiya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan Bryusseldagi Albertin maydonida Xitoy kommunistlarining vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 73-yilligi munosabati bilan namoyish o'tkazildi. Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullam Imarov apandim namoyish qilgan so'zida Yevropa ittifoqining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi yanama unumli jazo va embargo tadbirlarini yo'l qo'yishga chaqirdi. China! Fascist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Killer China! Killer China! Killer China! Killer China! Save Uyghur! Save Uyghur! Save Uyghur! Save Uyghur! Close the camp! Close the camp! No more killing! Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Assassin China! Assassin China! Assassin! 1 oktyabr Norvegiya Uyg'ur komitetining uyushtirishi bilan Oslodagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazildi. Açığımız keldi, vatanimiz söymemdi insan deb. Bizim vatan söygümüz muşumu? Biz 10 yıldır bu yer bilmegen bolsak, biladigan kunlarimiz keldi. Kim eshitib ketdi milliyatda? Mening har bitim namoyish qilsam shunda vazifam qo'zg'aldi. Biz bugun vatanni gap bilan emas, yanjig'imizni, pulimizni ishlatib, vaqtimizni ishlatib, qiladigan muhimda qarg'ashlarimizni qo'yib qo'yib, amaliy harakatimiz bilan so'yadigan vaqtimizga keldik. Vatan bizni shunga chaqiryapti. Norvegiyada tug'ilib cho'ng bo'lgan bolalarga oliy maktab kirib ketdi. Norvegiyani suvdek so'zlaydigan bolalar, Norvegiyada har xizmatlarga ishlayotgan bolalar, qilishi bolalar shu maydonda. Bir insonning yoshligi nima uchun ishlatish kerak? Bir insonning hayotining ma'nosi o'xshamagan yerda, o'xshamagan makonda, o'xshamagan ma'noga ega bo'ladi. 1 oktyabr Shvetsiya Uyg'ur birligining uyushtirishi bilan Stokgolmda Xitoy kommunistlarining vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 73-yilligi munosabati bilan namoyish o'tkazildi.
Frihet för Uygurerna! Shunday qilib, hozir bir şuar to'laymiz, o'zimizning fikrimizni aytamiz. Stoppa folkmord! Stoppa folkmord! Sluta döda uigurer! Sluta döda uigurer! Stoppa svälten! Stoppa svälten! Skam på Kina! Skam på Kina! Rädda uigurer! 1 oktyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Ilhom To'xtini qo'llash gruppasi va Germaniyadagi Tibet, Hong Kong tashkilotlari birlikda Xitoyning Berlindagi elchixonasi oldida birlashib namoyish o'tkazib, Germaniya parlamentini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilishga, Germaniya hukumatini Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarning import qilinishini cheklash uchun qonuniy tadbir qo'llanishga chaqirdi. 1 oktyabr kuni yana Yevropa Sharq Turkiston birligining uyushtirishi bilan Myunxen shahridagi bir maydonda Xitoy kommunistlarining vatanimiz Sharq Turkiston ishg'ol qilganligining 73-yilligi munosabati bilan namoyish o'tkazildi. Yomg'ir ostida elib berilgan namoyishda so'z qilgan Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandim va ba'zi yoshlarimiz Xitoyning vatanimizni ishg'ol qilgan 73 yildan buyon xalqimizga qarta yurgizayotgan jinoiy qilmishlarni eslatib o'tish bilan birga, xalqaro jamoatchilikni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Undan boshqa 1 oktyabr kuni yana Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa ellarda turli shakldagi xotirlash va norozilik faoliyatlari o'tkazildi. 1 oktyabr Yaponiya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan Tokioda o'tkazilgan namoyish qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa va qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandilar namoyishdan keyin Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Yaponiyaning bu yil 7-oyda qasd uchrab vafot bo'lgan sobiq bosh vaziri, Uyg'ur xalqining sodiq do'sti Shinzo Abening ayoli Taki xonim bilan ko'rishib, uningdan butun Sharq Turkiston xalqi nomidan hol so'radi. Dolqin Aysa va Ömer Qanat apandilar ko'rishdi qilgan so'zida erkinlik qahramoni Shinzo Abening Uyg'ur xalqiga ko'rsatgan g'amxo'rligiga yuqori baho berish bilan birga, butun Sharq Turkiston xalqining Shinzo Abeni cho'nqur sevgi va hurmat ichida adoqqicha eslaydiganligini ifoda qilishdi. Taki xonim qilgan so'zida bo'lsa, o'zining marhum yo'ldoshi Shinzo Abening irodasiga varislik qilib, zulmga uchrayotgan Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashini davomlashtiradiganligini ifoda qildi. Shinzo Abe apandimning obidasiga gul qo'ygan Dolqin Aysa apandim Taki xonimga o'zining yaqinda nashr qilingan Xitoyning erkinlik to'zg'i nomli kitobi bilan ba'zi xotir buyumlarini taqdim qildi. Bu qatimki ko'rishish 1,5 soat davom qildi. 1 oktyabr tushdan keyin Yaponiya Uyg'ur jamiyati Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'atining bu qatimki Yaponiya ziyorati munosabati bilan Tokiodagi Turk jamiyatining zalida minnatdorlik yig'ini o'tkazdi. Yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, qurultay bayonotchisi Dilshod Reshid, qurultayning Gollandiya vakili Jasur Lager shohidimiz Qalbinur Sidiqlardan sirt yana Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukarim Abdurahmon boshchiligidagi hay'at a'zolari va Tokiodagi bir qism Uyg'ur qarindoshlarimiz ishtirok qildi. Abdukarim Abdurahmon apandim yig'inda Yaponiyadagi Uyg'ur jamoatiga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xalqaro qabul qildirish va uni to'sib qilish yo'lida xalqaro siyosiy sahnalarda ilib berayotgan unumli xizmatlarga yuqori baho berish bilan birga, qurultay raisi Dolqin Aysa apandimga to'n kiygizdi va Ömer Qanat, Dilshod Reshid va Qalbinur Sidiqlarga do'pi taqdim qildi. Undan boshqa yana minnatdorlik yig'inida 2008-yil Yaponiya Uyg'ur jamiyatini qurib Uyg'ur davosini Yapon xalqiga anglitishda ko'p fidokorlik ko'rsatgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq muavin raisi Ilhom Mahmud apandimga shundaqli keyingi yillardan buyon Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anglitish uchun butun Yaponiya miqyosida izchil turda namoyish va tashviqot faoliyatlarini ilib berayotgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining butun hay'at a'zolariga va karvon gruppasidagi azmatlarimizga minnatdorlik bildirilib, do'pi taqdim qilindi. Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati 2 oktyabr kunimi yana Yaponiyaning bir qism matbuotlarining va televiziyalarning ziyoratini qabul qilib, ularga Uyg'ur vaziyati haqida ma'lumot berishga tirishdi. 3 oktyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, qurultay bayonotchisi Dilshod Reshid, qurultayning Gollandiya vakili Jasur Lager shohidimiz Qalbinur Sidiqlardan tarkib topgan qurultay hay'ati Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raislaridan Xolmat Rozaxon, Ahmadjon Letib qatorliqlarning hamrohligida Tokiodan Osaka shahriga yetib kelib,
Osaka yerlik parlamenti tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va yaqinda oshkorlangan Şinjan saqchi hujjatlari haqidagi guvohlik yig'iniga qatnashdi. Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay heyetini Osakada yashayotgan ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz va Osaka yerlik parlamentining a'zolari qizg'inlik bilan kutib oldi. Yig'inda guvohlik bergan Dolqin Aysa, Ömer Qanat va Qalbinur Sidiq xonim oldi bilan Uyg'urlar masalasiga ega chiqqan Osaka parlamentiga rahmat aytish bilan birga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Amerika hukumati, Yevropa parlamenti, Kanada, Angliya, Irlandiya, Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya va Litvaniya parlamentlari tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilinganligini, Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi haqida xalqaro qonuniy asoslar bo'yicha hukm chiqarganligini, Şinjan saqchi hujjatlarining Xitoyning jinoiy qilmishlarini to'liq dalillab berganligini, BDT kishilik huquq oliy komissarligining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirish mumkinchiligi borligi haqida maxsus doklad e'lon qilganligini eslatib o'tish bilan birga, butun Sharq Turkiston xalqining Yaponiya parlamenti va hukumatidan yuqori demokratik davlatlardan ulgu olib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqida qaror qabul qilishini va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi jazo va embargo tuzumlarini yo'lga qo'yishini umid qilganligini ifoda qildi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.